Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi dars. Agar hayotga e'tibor berib qarasak, hayotda inson ixtiyoriga bog'liq bo'lgan qonunlar bilan bir qatorda inson ixtiyoriga mutlaqo aloqasi bo'lmagan qonunlar ham bor. Inson bu qonunlarni o'zgartira olmaydi va chetlab ham o'ta olmaydi. Shuning uchun inson bu qonunlarga nisbatan to'g'ri munosabatni vujudga keltirishdan boshqa chorasi yo'q. Masalan, yil 4 fasldan iborat ekan. Inson uni faqat yoz yoki bahor qila olmaydi. Shu sababdan inson har bir faslni talabiga bo'yin sunib yashashlikka majburdir. Hayotda bu kabi hodisalar juda ko'p. Inson bu tabiiy hodisalarni oldida ojiz va o'z hayotini saqlab qolishlik uchun ko'p narsalarga muhtojdir. Zilzila, suv toshqini, vulqonlar, kasallik va o'lim kabi tabiiy ofatlar oldida inson nima ham qila olar edi? Bu kabi holatlarda inson ojizligini his qiladi va o'zidan qudratli bo'lgan kuchni qidiradi. Bu ilohiy kuch deb atalib, har bir inson o'zi tushungan yoki tushunmagan holda kimnidir yoki nimanidir ilohiylashtiradi. Insonni bu ilohiy kuch bilan qiladigan munosabati ruhiy munosabat deb atalib, bu insonni chetlab o'ta olmaydigan 3-tur munosabatidir. Bu 3 turdagi munosabatni ko'rib chiqib, shuni xulosa qilish mumkin. Moddiy munosabat deb insonni o'ziga bo'ysundirilgan narsalar bilan qiladigan munosabatiga aytiladi. Ma'naviy munosabat deb moddiy munosabatlarni o'z ichiga olgan, insonni o'zi bilan bir xil quvvatga ega bo'lgan boshqa insonlar bilan qiladigan munosabatiga aytiladi. Ruhiy munosabat esa insonni o'zidan qudratli bo'lgan kuch bilan qiladigan munosabati bo'lib, u moddiy va ma'naviy munosabatlarni har ikkisini o'z ichiga oladi. Bundan kelib chiqadiki, insonni moddiy va ma'naviy munosabatlarida chiroyli bo'lishi uning ruhiy munosabatiga bog'liqdir. Agar inson o'zini ruhiy munosabatini to'g'ri yo'lga qo'ysa, uni moddiy va ma'naviy munosabatlari o'z-o'zidan yaxshilanib boraveradi. Shuning uchun moddiy va ma'naviy munosabatlardagi qiyinchiliklarni kundan kunga ko'payib borayotgan bir paytda insonlar avvalo ruhiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yishi shart. Faqat mana shu munosabatgina bugungi kunimizni kechagisidan yaxshilab, bizni porloq kelajak sari yetaklaydi. Ruhiy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun biz o'zimizdan qudratli bo'lgan kuchni to'g'ri topmog'imiz va unga bo'yin sunmog'imiz lozimdir. Ammo bizni o'rab turgan va inson idrok qila olishi mumkin bo'lgan bu borliqqa e'tibor berib qarasak, undagi barcha narsalar o'z hayotlarini saqlab qolish uchun kimgadir yoki nimagadir muhtoj ekanligini ko'ramiz. Ilohiy kuch sohibi esa hech kimga va hech narsaga muhtoj bo'lmasligi kerak. Va albatta biz o'zimizni o'rab turgan bu borliqda qudratli kuch sohibini topa olmaymiz. Lekin bu unday kuch sohibi yo'qligiga dalolat qilmaydi. Negaki har qanday inson va har qanday rivojlangan fanlar natijalari ham hayotda inson idrok qila olmaydigan doirani borligini inkor eta olmaydi. Qudratli kuch sohibini ham xuddi shu inson idrok qila olmaydigan va borligi inkor qilinmaydigan doiradan qidirmoq lozimdir. Inson aql idroki bu muammo oldida ojiz bo'lib, o'zi idrok qila olmaydigan doira haqida xayol qilishdan nariga o'ta olmaydi. Bu esa navbatdagi hech qanday asosga ega bo'lmagan kelishmovchiliklarga sabab bo'ladi.
Natijada insonlar yechib bo'lmas muammoga duch keladi. Insonlarni moddiy va ma'naviy iztiroblar xor qilishi muqarrar bo'lgan bir vaqtda osmondan rahmat nuri yog'ilib, inson idrok qila olmaydigan doira bilan bog'lanish vujudga keldi. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q degan bu bog'lanish insoniyat duch kelgan katta muammoni hal qilib berdi. Allohni borligiga va birligiga dalolat qiluvchi bu bog'lanish Alloh tomonidan insonlar uchun yuborilgan katta rahmat, marhamatdir. Insonlarni moddiy va ma'naviy iztiroblar qurshab olgan bir paytda mehribon va rahimli Alloh ularni hayotdagi muammolarini to'g'ri hal qilib beruvchi va baxt sari yetaklovchi hidoyat yo'lini ko'rsatib berdi. Bu yo'l din deb ataladi. U insoniyat hayotini boshidan Alloh tomonidan odamlar uchun tushirilgan bo'lib, bugungi kunda eng to'g'ri din islom dinidir. Bu mukammal din bo'lib, qiyomat kunigacha insoniyat duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolarni hal qilib beradi. Qur'oni Karimda aytiladiki, bugun men sizlar uchun diningizni komil qildim. Men sizlarga ne'matimni to'kis qilib berdim va sizlar uchun islomni din qilib tanladim. Moida surasi 3-oyat. Alloh taoloning bu oyati yuqoridagi so'zlarning yorqin dalilidir. Alloh taoloning insonlar uchun tushirilgan ko'rsatmalari bir kitobda jamlangan bo'lib, u Qur'on deb ataladi. Va faqatgina shu kitob insonlar hayoti uchun eng to'g'ri qo'llanmadir. Qur'oni Karimda aytiladiki, Alloh taoloning haq kalomi ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'aybga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qiladigan taqvoli kishilar uchun hidoyat, to'g'ri yo'ldir. Baqara surasi 2-3-oyatlar. Oyatlardan ko'rinib turibdiki, din avvalgilardan qolgan afsona yoki ertak emas. Hayotni ma'lum bir qismiga yechim beradigan noqis narsa ham emas. Qarilik uchun ermak ham emas. Balki din Alloh taolo tomonidan tushirilgan bo'lib, insonlarni dunyo va oxirat baxti saodatiga yetaklovchi hayot yo'lidir. Bu yo'lda yurish yoki yurmaslik inson ixtiyoridadir. Kim bu yo'lda yurmaslikni ixtiyor qilsa, kofir hisoblanib, bu dunyoda moddiy va ma'naviy iztiroblar bilan yashashi, oxiratda esa do'zax azobiga giriftor bo'lishi muqarrar. Qur'oni Karimda aytiladiki, hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qolurlar. Ey Muhammad alayhissalom, ularni qo'yavering, yeb, ichib foydalanib qolsinlar. Orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilmishlarining oqibati nima bo'lishini bilib olurlar. Hijr surasi 2-3-oyatlar. Endi kim bu yo'lda yurishlikni ixtiyor qilsa, musulmon hisoblanib, unga dunyo va oxirat ne'matlari naqd qilingandir. Iymon keltirgan va Allohdan qo'rquvchi bo'lgan zotlar uchun hayoti dunyoda ham, oxiratda ham xushxabar bordir. Allohning so'zlari, oyatlari o'zgartirilmas. Mana shu mazkur ne'matlarga erishish buyuk saodatdir. Yunus surasi 63-64-oyatlar.